Agrobankda o'rinbosarman. Nodira? She'rda Muborakda. Bizlar shu mahallalarda nima deydi, shu tadbirkorlikni rivojlantirish bo'yicha, moliyaviy qo'llab-quvvatlash bo'yicha doimiy tadbirlar olib boramiz. O'sha loyihalarni taklif qilamiz fuqarolarga. Endi hamma o'zining loyihasi bo'lsa, loyihasini taklif qiladi va ularga o'sha mablag' sifatida kredit ajratib beramiz. Hukumat prezidentimiz o'sha topshiriq berganlar, qarorlarni chiqarganlar, o'sha bo'yicha kam foizli kreditlarimiz bor. O'sha kam foizli kreditlar orqali aholini shu nima deydi, daromadini oshirish, tadbirkorlikni rivojlantirish asosiy maqsad qilingan. Endi bizlarda mana mahallalarda Muslim opa mana bizlar Agrobankka hisobidan mana shu Sariq mahallasida agent bo'lib ishlaydilar. Keyin bu yerga undan tashqari Muhammadning mahalla bankiri bor. Hozir endi ular kelib Muslim opa bilan har doim hamkorlikda bizda Hasan aka bor. Birgalikda o'sha aholi bilan ishlaydilar. Ularga shu yo'l ko'rsatib boramiz. Endi bizlarni shu bir qancha kredit mahsulotlarimiz bor. Birinchisi o'sha biznesga birinchi qadam, biznesga ko'mak kiritimiz 17 million so'mgacha ajratiladi. 25% 4 yil muddatga ajratiladi. 6 oy imtiyozli davri bor. Bundan tashqari mahalla loyihasi kiritimiz bor. U 5 yil muddatga ajratiladi. 2 yil imtiyozli davri. Imtiyozli davrini bilsangizlar kerak. O'sha 2 yilgacha faqat foizini o'zi to'lab boriladi. Undan keyin asosiy qismi bilan foiz to'lab boriladi. Bundan tashqari o'sha 1 yil kamida faoliyat yuritgan hamda yuridik shaxs tashkil qilgan yoki yuridik shaxslarga prezidentimiz 312-sonli qarorlari bor. O'sha qaror bo'yicha 100 million so'mgacha garovsiz, 100 milliondan oshgan qismi to 300 million so'mgacha garov qo'yilgan holda ajratiladi. Bundan tashqari mana sizlar ham hozir o'sha nima deydi, bu yerda aholiga bankni mahsulotlar to'g'risida Muslim opa doim ma'lumot berib boriladi. O'sha berib boradilar, o'sha bankni nima deydi, masalan, ta'lim kreditlari bor yoki bo'lmasa kimdir o'sha chet davlatda ishlayapti, pul jo'natadi yoki bo'lmasa o'sha kimdir pul o'tkazish ilovalar orqali Agrobankning o'zining ilovasi bor, o'shalar bo'yicha to'liq tushunchalar berib boradilar. Bundan tashqari hozir ham Muslim opa o'zlari o'sha aholini plastik kartochka oshtirish bo'yicha takliflarni berib chiqyaptilar. O'sha aholiga masalan kimdir uyda o'tiradida, shu bir masalan oddiygina svetga pul to'lash uchun ham bankka boriladi, ochib olinadi, kutiladi. Keyin o'sha yerda svetga yoki gazga yoki suvga yoki Wi-Fi bo'lsa Wi-Fi'ga to'ladi. Lekin o'sha plastik kartochka bo'lsa, tashlab qo'yiladi. Uyda o'tirgan holda ilovadan kam to'lovlarni amalga oshirish mumkin. Bundan tashqari bir qancha xizmatlar bor, o'sha narsalar nima deydi, amalga oshirishimiz mumkin. Endi ishlaringizda agar birorta kredit bo'yicha yoki boshqa bank bo'yicha birorta savollaringiz bo'lsa, kim xohlasa o'sha kredit olishda, tadbirkorlik qilishda yoki qandaydir bankda muammo bo'lsa, savollaringizni beravering, tortinmanglar. Biz javob beramiz. Mana qizim 11 litrda plastikka oshtirish kerak edi, uni nomi chiqmagan ekan. Qulaylik farqi yo'q, oshtirib olasiz. Endi bizlarda aksiyada 31-maygacha bepul edi. Endi hozir pullik, lekin o'sha pasportlar bilan oshtirish mumkin. Hech qanday masala yo'q. Endi ro'yxatda bilmadim, bizlarga ham ro'yxat tashlab berganlarmi? O'sha ro'yxat Markaziy bank olib tashlab bergan. Nimadir hozir endi pullik oshtiradi. Shunday demoqchimisiz? Necha pul o'sha? 35 ming so'm. 35 ming to'lov. Oldin 50 ming so'm edi, bu ham arzon bo'ldi, 35 ming so'm. Masalan, qizingiz ham hozir o'qishga topshirdinglarmi? Qayerga? Rossiya. Muddatdan oldin talaba bo'ldi. Muddatdan oldin talaba bo'ldi. Endi masalan, muddatdan oldin talaba bo'lgan bo'lsa, haqiqatdan ham o'sha chet davlatda borib o'qiydigan bo'lsa, ularga ham nima deydi, o'sha davlatda o'tadigan plastik kartochkalarimiz ham bor. O'sha o'zimizda. O'shandan olib bersangiz, bemalol o'sha pulni to'ldirib qo'ysangiz, yerdan borib valyuta yechib olish mumkin. Yoki bo'lmasa o'sha plastik kartochkalar orqali savdo qilish mumkin. Vizalarda? Oldin masalan biz talaba bo'lgan paytimiz shunchalik qiyin edi, даже shu Toshkentda o'qigan paytimizda
pul jo'natardilar, plastik kartochka emas, bitta taksidan jo'natadilar. Eng qiyini telefon ham muammo edida. İpodromga bir amallab borib, yoki taksini bir amallab topib, pulni olib qaytib oladi. Hozir oson. Shunday klik yoki ilova orqali bemalol tashlab berasiz. Yoki bo'lmasa, hozir plastik kartochkaga pul to'ldirasizlar. Xohlagan davlatingizga boravering, o'taveradi. O'sha yana 35 ming to'lov. O'sha plastik. Ha. Keyin Humo viza deydi, o'shandan olsangiz bo'ladi. eng kam foiz 25 ming hozir kreditlar. 25% bor. Undan arzon ham bor. Mana Hasan aka hokim yordamchisi bular orqali tavsiya beriladi. U 18%. Qanchagacha deb miqdorda berasizlar? 50 milliongacha beriladi. 50 million. Nechi foiz? 18%. Necha yilga berasizlarmi? Bu tur. To'g'ri. Endi o'sha faoliyat turidan kelib chiqib Har bir muddati faoliyatda, ha, faoliyat turidan kelib chiqib belgilanadi. 7 yilgacha masalan istifoda bo'lishadi. Hasan aka. Do'kon ochmoqchi edik o'shanga. Do'kon ochmoqchi bo'lsangiz, Hozir ob'yom bitgan, to'g'ri eshik derazalar qo'yilmagan, ichi remonti bor. Shunday munosib ekan. shu mahalla loyihasi kalitadan bering, bo'lmasa 25% bo'lsa ham qulaylik taraflari 2 yilgacha imtiyozli davr borda. Foizini to'lab olasiz. Undan tashqari plastikga chiqib qo'shib beriladi. 18 foizligacha. U protkasi yo'q. 10 milyon plastik qolgani ta'minotchiga o'tishda o'tadi. Keyin qarang, o'zim Transbankda bo'lgan 9.9 mi, 9.5%, 20 milliongacha. Transbankniki to'g'risi uni foizini kilit mahsulotlarini bilmayman. O'zim Maqsad bilan bersa 20 milliongacha beradi deydi. Sizda qanday foiz kamroq? bizda 25% dan beradi. Maqsadsiz kilit emas, u hammasi biz tomonidan mana shu beriladigan kilitlar hammasi maqsadli. U maqsadsiz kilitlarimiz mana bu ishlaydigan, doimiy daromadga ega bo'lgan fuqarolarga maqsadsiz kilitlar ajratiladi. Nechi foiz? U nima deydi? 25 Muddatidan, yilidan o'sha nimalardan kelib chiqib belgilanadi har xil. Agrobankning mijozi bo'lib, doimiy o'sha yerdan nima deydi, oylik tushiradigan bo'lsa, foizlarni past 25, 26, 27, 28 muddatiga qarab o'zgarib boradi.